Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan mana shunaqa kechalarni birga to'qiymiz. Judayam chiroyli. Buni avtori Alyona Vyajet, kanal nomi. Judayam chiroyli kechalar. Mana shunaqa dumchalari bor, qaranglar, qanaqa asalcha. Eng to'qigan brelоklarim ichidan shunaqa kit yoqadi menga. Agar yoqsa, birga to'qishlaring mumkin. Oxirisini faqat shu qolgan protsessi igna bilan yopib yuborish kerak. Tak, boshlaymiz. Plyush ip kerak bo'ladi. Xohlagan rangingizdan. Men hozir buni pushti rangidan to'qiyman. Ivory rang kerak bo'ladi yoki oq tagiga va kurchok. Albatta, kurchok 3,5 da to'qiyapman men. Qolgan kurchogingizni 5 fon 9 mm yo 8 mm ko'zga kerak bo'ladi. Xohlasangiz anuli, xohlasangiz qadalayotgan, xohlasangiz yopishtiriladigan. Farqi yo'q. Endi boshlaymiz to'qishni. Mana shunaqa zanjir olamiz. Zanjir olib, ikkita to'qiymiz. Zanjir 1, 2. Endi birinchi zanjirga 6 ta petla to'qib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 6 ta to'qib oldim. Marker kerak bo'ladi bizga. O'sha markerni olib qo'yib olamiz. Endi ikkinchi qatorda 6 ta petlani ko'paytirib olamiz. Bitta joyga 2 ta. Ya'ni bitta petlaga 2 ta ko'paytiramiz. Shuni 6 marta bajaramiz. Ikkinchisini to'qiyapman ko'paytirishda bitta joyga 2 martadan. Uchinchi petla bitta joyga ko'paytirish qilamiz. To'rtinchisi ko'paytirishimiz. Beshinchisi bitta joyga ko'paytiramiz va oltinchisi. Ikkinchi qatorimizda 6 ta petlaga ko'paytirish qildik va petlalar soni 12 ta bo'ldi. Biz hozir 3-qatorda boshlaymiz. Bitta petla to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Shu narsani 6 marta bajaramiz. Bitta petla to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Bitta petla to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Bitta petla, bitta ko'paytirish. Hozir ipimni ko'proq ochib olay, xalaqit beryapti. Keyingisi markergacha o'shanaqa qilib bitta petla to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Bitta petla, bitta ko'paytirish. Endi bitta petla, bitta ko'paytirish qilganimizda 3-qatorda 18 ta petla bo'ldi. 4-qatorimizda 2 ta petla to'qiymiz og'zini va bitta ko'paytiramiz. 1, 2, bitta ko'paytiramiz. 1, 2, bitta ko'paytiramiz. Xuddi shunday 6 marta ikkita ko'paytirish, bitta 2 ta petla, bitta ko'paytirishni 6 marta bajarib olamiz. Xohlasangiz yaltiroq ko'zlar ham qo'yishlaringiz mumkin. Xohishingizga qarab. 9 mm bo'lishi kerak. Endi qaraysizlar, qanday yoqsa. Oxirgisiga 2 ta petla xuddi shunday ko'paytirish qilamiz. Mana biz 4-qatorda 2 ta petla, bitta ko'paytirishni 6 marta bajardik. Petlalarimiz soni 24 ta bo'ldi. Endi qizlar, biz 5-qatordan 8-qatorgacha 24 ta petlani shunday to'qib olishimiz kerak. 4 qator.
birinchi qatorini ko'rsataman. Qolgan 3 qatorini o'zingiz erkin to'qib olasiz. Mana 24 ta petlamizani shunday to'qishimiz kerak. Juda ham chiroyli ketcha bu. Rangli bo'lsa yanada chiroyli bo'ladi. Xohlasangiz har xil rang qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Faqat ranglarini uyg'un qilish kerak. Shunaqa kitlar ko'rganman. Unda yaltiroq qo'ysa yanada ochadi. Mana qizlar, bir qator men o'zini to'qib oldim. Endi sizlar yana marker domasidan 3 qator to'qib olinglar. Mana qizlar, 4 qator to'qib oldim. Pulov turamiz, qilib bermaslik uchun. Tak, endi diqqatlaringni qaratinglar. Mana 4 qator to'qib oldik. Endi markerni olamiz. Biz 9-qatordamiz. Old petla mana bu yerda. Mana ko'ringlar. Ikkita bor. Old petla va orqa petla. Biz hozir hammasini boshli markergacha oldi petla bo'yicha to'qib kelamiz. Biz hozir 5 ta petla to'qiymiz oldidan boshlab. Mana oldidan olyapman. Bitta, ikkita, orqa petla turadi. Ikkita, 3 ta, 4 ta, mana 5 ta to'qib oldim. Endi keyingi petlaga соединительно qilaman. Qaranglar qanday qilaman. Olaman ipni. Mana shunday o'zini chiqarib olaman. Соединительно qildim. 4 ta zanjir olaman. Biz hozir mana bu unaqasini to'qaymiz. Qanotchasini. 1, 2, 3, 4. Endi keyingi petlaga yo'q, o'sha joyimizga yana соединительно qilar ekanmiz. Shu to'qigan joyimizga yana boyaginaqa соединительно qilib chiqarib olamiz. Mana. Mana shunaqa bo'ldi. Endi qizlar, biz 11 ta petla to'qiymiz. Old petladan bu ham. Oddiy petla to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta to'qib oldik. Endi yana bitta keyingi petlaga соединительно qilamiz. Yana qanotcha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4 ta zanjir olib, chiqqan joyimizga yana соединительно qilamiz, to'qib olamiz. Buni olamizda chiqarib olamiz. Endi biz yana oldi petladan 5 ta petla to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta to'qib oldik. Endi bitta petlamiz qoladi. Bitta petlaga соединительно to'qiymiz va 5 ta zanjir olamiz. 1, 2, 3, 4, 4. Bu dumi 5. Endi o'sha joyga yana соединительно qilib to'qib olamiz. Kirmayapti. Tak, mana olib yana qizlar orqadagi dumi yana 5 ta zanjir to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta to'qib olib, yana o'sha joyga соединительно qilamiz. Endi shu yerda dumchasini to'g'rilab olamiz, ochib. Mana shu holatda to'g'rilab olamizda. Endi biz ipni tortib, ishchi ipimizni ko'zini qo'yib olishimiz kerak, chunki petlalarimiz yopiladi. Bu qaniydir ipingizga ham qaraydi. Mana ipni tortib qo'yish esdan chiqmasin. Ipingiz agar ingichkaroq bo'lsa, bu kiloli ip, shuning uchun kichkina ixchamroq chiqdi bu. Adashmasam Oksford bo'lishi kerak. Endi biz ko'zlarni qo'yib olamiz.
Endi kichkinaroq yoki kattaroq bo'lishiga 2 xil chiqdi hozir ko'rganimda. Endi qizlar, mana bu ko'zini qayerga qo'yamiz biz? Ko'zini bu yoqqa qo'ysak, hozir bizda orqa petladan to'qishimiz kerak. O'shaning uchun mana bu birinchi qatordan ikkinchi qat tepaga qo'yamiz. Ya'ni mana bu qanotchasini oldiga qo'yishimiz kerak. Xuddi shunday sanamasdan mana bu qanot bitta birinchi petla tepadagi ikkinchi petlaga, ikkinchi qatorga petla debman, ikkinchi qatorga qo'yib olamiz. Ko'ringlar joylashini. Misol hozir bu katta bo'lib ketdi orasi. Bitta yuraman. Ko'raman, menga ma'qul kelyapti hozircha. Mana shu ko'rinishi. Ko'zlaringni xohlasalaring pistolet qilida yopishayotgan ko'zlaring bo'lsa qilishlaring mumkin. Endi paka hozircha yo'q. Chun qadalayotgan ko'zdan foydalanaman. Mana shunaqa. Bu endi o'yinchoq sifatida bo'ldi. Olishingiz kichkina chiqsa bir yo'q, emasam o'yinchoq sifatida to'qisangiz bo'ladi. Endi qizlar, biz orqa petladan to'qiymiz. Chunki biz hozir old petla qildik-ku. Bizda ivory rang yoki oq rang kerak bo'ladi. Mana bunday ipni tortib, qaranglar, mana orqa qatordan mana bunday ipni topib olishimiz kerak. Mana shu yerda ip bor, mana. Bu ipni chiqarasizlarda bu yoqdagi ip bilan keyin oq ipni tortib olamiz, ikkita ipni. Bo'ldi. Endi qaranglar, mana zadniy petla qolgan bitta. Yana bunisiga kiramizda bitta ipni olamiz. Faqat topishimiz kerak. Sog'gina vaqt ketadi. 3 ta ipni olib, bitta qilib tortib olamiz. Yana bittada kiramiz, ipni olamiz. Keyingisiga kiramiz. Ipni tortib olamiz va 3 ta ipni birdaniga chiqaramiz. Shunday. Yana bitta ipni tortib olamiz. Yana yoniga petlayapsizdan shu orqa petlani topib chiqarib olib 3 tani bitta qilib olamiz. Markergacha, ya'ni o'sha marker ham yo'q, o'sha dumagacha shunday qilib topib to'qib olinglar. 3 ta petlani bu qisqartiryapmiz. Bizga endi pushti kerak emas. O'zi tashiymiz. Mana. Hozir chalkash bo'lib ketdi iplar. Yana mana bu orqa petladan bitta ip olib, yana bitta ipni olamizda, 3 ta petlani bitta qilib olamiz. Yana bitta olib, 3 ta petla. Bu o'yinchoq bo'ldi. Bitta. Lekin chiroyli chiqdi. Bitta olamiz. Ikkita olamiz. Bitta qilib chiqarib olamiz. Bitta. Ikkita. 3 ta qilib chiqarib olamiz. Keyingisi yana bitta. Ikkita chiqarib olamiz. Bitta. Yana keyingi petladan ko'ramiz. 3 ta chiqarib olamiz. Tak bunisiga o'tamiz. Bitta, ikkita qilib olamiz. Endi qizlar, mana shu yerda shinjifon solishgan bo'ladi. Ipni tortasizlar. Oy, chiroyli chiqdi. Qaranglar qizlarjonlar, mana bu shinjifon solganda hamma joyiga solinglar, chunki bu yumaloq shaklda chiroyli bo'lib chiqishi kerak. Mana orqalariga ham. O'zi qo'llaring sezadi qayerda bo'shlik borligini. Mana shunaqa qilib solamiz, bo'ladi. Endi qizlar 12 marta kamaytirib chiqish kerak edi. Bundan keyin esa biz
6 marta kamaytiramiz. Agar petlalaring ko'proq qolayotgan bo'lsa, kamaytiraverasizlar. Endi biz oldi petladan ikkita petla oldini olamizda. Shunday kamaytirib olamiz. Yana oldida petla bor. Boyagi oldi petla to'qidik-ku, shunaqa qilib oldi petlani ikkitani bitta qilib kamaytirib olamiz. Bundan bitta olamiz. Keyingisidan bitta olamiz. Kamaytiramiz. Yana bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan kamaytiramiz. Bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan kamaytiramiz. Mana qizlar, mana shu yergacha to'qib olamizda. Endi ipni salgina uzunroq olib, mana bu yerga ignani olasizlar-da. Oldi petlalarni hammasini birlashtirib bitta qilib tortib, yo ikkita petlani bitta qilib tortasizlar. Kelinglar, shuni ko'rsataman sizlarga. Mana qizlar, igna o'tkazib oldim. Tak, mana bu oldi petlani olib, ikkita oldi petlani olib yopamiz. Ikkita oldi petlani olib yopamiz. Shunday qilib, mana shunday qilib chiqarib olasizlar. Ipni uzasizlar. Qizlarjonlar, mana shunaqa kechamiz tayyor bo'ldi. Keyin uzib tashlayman. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, to'qinglar. Mazza qilib, kattaroq chiqsa o'yinchoqqa, kichkinarog'i bir yo'lakka qilib ishlatsalaring bo'ladi. Ya'ni sovg'a yo sotsalaring bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozib qoldiringlar. Hozircha paka. Keyingi videolarda ko'rishguncha.